Assalomu alaykum doktor Kamila. Yuz korreksiyasi haqida nima ma'lumot bera olasiz? Yuzimizni korreksiyasi, ya'ni bu bizani yuzimizda po'mpaloq yokida tushunishimiz mumkin yuzimizda muammoli pigmentatsiyalar yokida aknelar yokida komedonlar bizani yuzimizga chiqadigan bo'lsa, uni biz davolaymiz. Qanaqa maqsadda deysizlarmi? Uni o'zini avtorskiy mezalari, mezoterapiyalari va lipolitiklar va har xil karboks terapiyalardan davolash, plazma lifting berib yuzni ko'tarish, uglijo'li chiqarish va yuzlarimizni kimdirlarning yuzi semiz bo'lsa, ozg'in qilmoqchi bo'lsanglar, bu bizada lipolitiklar bilan qilinadigan mezoterapiyalar, har xil plazma liftinglar bu bizani yuzimizni yuz korreksiyalariga kiradi. Bu protsedura haqida ko'p eshitganman, ammo ma'lumotga ega emasman. Labioplastika haqida so'z ochsak? Labioplastika bu bizani jinsiy lablarimizni gormonal narusheniya orqali kattalashib ketishi labioplastika deyiladi. Bu bizada jarrohlik amaliyoti bilan yokida har xil lazer orqali yoki uni estetichni qilib, kichkina qilib lablarini, tilini olib tashlash. Bu qizlarda ham bo'ladi, qiz bolalarda, lekin uni estetik jihatdan o'zini millimetr darajasida normasi bor. Uni olib tashlash lazer orqali yokida skalper orqali qilinadigan amaliyot labioplastika deyiladi.